Xalqning ichida ko'pchilik chorvadorlar sigirlarni siyish holatiga qarab turib, bug'oz yoki bug'oz emasligini aniqlay olishadi. Mana shunaqangi holatda sigir uzub siysa, sigir qisir hisoblanadi ekan. Agar uzmasdan siyadigan bo'lsa, sigir bug'oz hisoblanadi ekan. Sigirlarni bug'ozlik holatini 5 oylikdan keyin oddiy qo'l yordamida pastki tarafdan qarab turib aniqlasa bo'ladi. Buning uchun professional bo'lish kerak. Mana shu holatda sigirni qo'l o'ng tarafiga qo'lni mushlagan holatda itariladi. Juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Agar homila bo'ladigan bo'lsa, qo'lga ma'lum bir massaga uriladi. Shu yordamida sigir bug'oz yoki bug'oz emasligini aniqlasa bo'ladi. Yana bitta holatda tashqi tarafdan ko'z bilan ko'rib turib aniqlasa bo'ladi. Bu holatda sigirlarni o'ng tarafdan qorin kattalashib, qorin soladi. Yana bitta aniqlash usuli mana shu bel qismiga qo'l yordamida qisadigan bo'lsa, belini bukib ketadigan bo'lsa, sigir qisir hisoblanadi. Agar bukmasa, bug'oz hisoblanadi. Ko'pchilik xalqning ichida shunaqangi gaplar yuradi. Bular albatta taxmin 100% bug'oz yoki bug'oz emasligini bilish uchun UZI apparati yordamida yoki qo'l yordamida rektalni tekshirib aniqlanadi.